Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Juda ko'p muammolar bo'lyapti-kan. Mana bu natijno patolog ustanovka qilingandan bunaqangi joydan yirtilib chiqib ketishi va mana bunaqangi kalso ustanovka qilingan paytida kalsodan sinib, kalsodan yirtilib chiqib qolishligi. Mana shunaqangi holatlar bo'lmasligi uchun bizga murojaat qilinglar. Natijno patolog qachonki bizdan ustanovka qildirganingizda aynan mana shunaqangi va shunga o'xshash har bir muammoga bizda yechim bor. Yechim bo'lganda ham faqat sizlarning foydalaring uchun yechim bor. Chunki biz bergan garantiyli talonimiz rasmiy bo'ladi va u garantiyli talon bilan biz bu muammolarni hammasini bepulga yoki bepulga tekinga alishtirib berishimiz yoki bepulga to'g'rilab berishimiz mumkin. Biz ishlatib turgan har bir detalimiz uchun javobgarlikni olamiz. Hammadan sahal qo'yash, yosh malayin bergan. Atağı onun samra yakşı